Uning butsilari ba'zi bir klublarning butun tarixidan kattaroq. U maydonda deyarli yugurmaydi, u dribling qilmaydi, lekin u futbol grossmeysteri. U futbolga IQ tushunchasini olib kirgan shaxs. Sahifamizni kuzatishda davom eting. Bugun Bavariya oddiy futbolchi deb sotib yuborgan, dunyoda paslar aniqligi bo'yicha yagona futbolchi va hatto Bellingham ham qarsak chalib yuboradigan Toni Kroos haqida gaplashamiz. Kroos, Modric, Casemiro esladingiz-a? Zidanning shonli Realidagi buyuk yarim himoya tizimi. Casemiro va Modric oldida Kroos paslar qiroli va o'yinni boshqaruvchisi edi. 17 yoshidayoq Bavariyada asosiy tarkibda tushishni boshlagan Kroos 3 ta Bundesliga va Chempionlar Ligasini yutdi. Germaniya bilan 2014-yilgi jahon chempionligini qo'lga kiritgan bo'lsa, yarim himoyachi Braziliyaga qarshi 2 ta gol va 1 assistni yo'llab, butun jahonni hayratga soldi. Uni Bavariya Barselonaga sotmoqchi bo'lganda, Barselona uni xarid qilishni istamadi va uning o'rniga Rakitichni sotib oldi. Kroos Realga 25 million yevro evaziga transfer qilindi. Bu transfer Bavariya tarixidagi eng ahmoqona qaror